Endi sizlar bilan birgalikda qo'l qismini to'qiymiz. Qaranglar, sxema bo'yicha qo'li barmoqli va barmoqsiz ko'rsatilgan. Hozir sizlar bilan birgalikda mana shu barmoqsiz qo'lni to'qiymiz. Mana men o'zim bir dona to'qiganman. Sxema pashti bir xil, o'ng va chap qo'lini farqi yo'q. Sizlar bilan to'qishni boshlaymiz. Hop, 7 ta havo zanjir olamiz. Mana 1 2 4 5 6 7. Mana 7 ta oldik. Endi birinchisini tashlab, ikkinchisidan 5 ta naksiz ustuncha to'qiymiz. 1 2 3 4. Mana 5 ta to'qdik. Endi mana shu oxirgi zanjirimizga 3 talik ko'paytirish qilamiz. Ya'ni bitta zanjirimizga 3 ta naksiz ustuncha to'qiymiz. Mana ikkinchisi, mana uchinchisi. Endi qatorimizni, ya'ni zanjirimizni ikkinchi tomoniga 4 ta naksiz ustuncha to'qiymiz. Mana 1 2 3. Mana 4 ta to'qidim va oxirgi zanjirimizga bitta ko'paytirish qilamiz. Mana ikkinchi qatorimizda 14 ta naksiz ustuncha hosil bo'ldi. Markerimizni qo'yamiz. Endi uchinchi qatorimizda 6 ta naksiz ustuncha to'qiymiz. 1 2 3 4 5. Mana 6 ta. Bitta ko'paytirish qilamiz. Endi qatorimizni ikkinchi tomoniga 7 ta naksiz ustuncha to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6. Mana 7 ta. Hop, qatorimizda 15 ta naksiz ustuncha hosil bo'ldi. Endi 4-chi, 5-chi, 6 va 7 4 ta qator ko'paytirishsiz, kamaytirishsiz 15 ta naksiz ustuncha to'qib olamiz. 4 ta qator to'qib oldik. Endi 8-chi qatorimizda barmog'ini chiqaramiz. 8 ta naksiz ustuncha to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Endi qaranglar, keyingi zanjirimizga 3 ta nakitli ustun to'qiymiz. Mana ilmoq olamiz, kirgizamiz. Mana bitta nakit. Bu ikkinchisi. Mana uchinchisi. 3 ta nakit to'qidik. Endi 6 ta naksiz ustuncha to'qiymiz keyingi zanjirimizdan. 1 2 3 4 5. Mana 6 ta. Hop, qatorimizda 17 ta naksiz ustuncha hosil bo'ldi. Endi 9-chi qatorimizda hop 8 ta naksiz ustuncha to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6 7. Mana 8 ta. Bitta kamaytirish qilamiz. 3 talik kamaytirish qilamiz. Mana 3 tasini bittada chiqaramiz. Endi 6 ta naksiz ustuncha to'qiymiz. 1 2 3. Mana 5 ta. Mana 6 ta. Endi markerimizni qo'yamiz. Qatorimizda 15 ta naksiz ustuncha hosil bo'ldi. Endi bitta kamaytirish qilamiz. Bitta kamaytirish, 5 ta naksiz ustuncha. 1 2 3 4. Mana 5 ta va yana bitta kamaytirish qilamiz. 6 ta naksiz ustuncha to'qiymiz. 1 2 3 4 5. Mana 6 ta. Qatorimizda 13 ta naksiz ustuncha hosil bo'ldi. Endi 11-chi qatorimizda 6 ta naksiz ustuncha to'qiymiz. 1 2 3
4, 5, 6 ta bitta kamaytirish qilamiz. Bitta kamaytirish, 5 ta naksiz ustuncha 1, 2, 3, 4. Mana 5 ta qatorimizda 12 ta naksiz ustuncha hosil bo'ldi. Endi 12-qatorimizda 12 ta naksiz ustuncha to'qib olamiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mana 12 ta. Endi 13-qatorimizda bitta ko'paytirish, 5 ta naksiz ustuncha 1, 2, 3, 4, mana 5 ta va yana bitta ko'paytirish. 5 ta naksiz ustuncha to'qiymiz. 2, 3, 4, 5 ta. Mana qatorimizda 14 ta naksiz ustuncha hosil bo'ldi. Endi 14-qatorimizdan 26-qatorimizgacha 13 qator ko'paytirishsiz, kamaytirishsiz 14 ta naksiz ustuncha to'qib olamiz va ichini ham to'ldirishni unutmanglar. To'qib birgalikda to'ldirib ketasizlar. Mana 14 ta qator to'qidim va ichini to'ldirib oldim. Endi 27-qatorimizdan to'qishni boshlaymiz. 8 ta naksiz ustuncha to'qiymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mana 8 ta to'qidim. Endi qaranglar, 2 ta kamaytirish qilamiz. Mana birinchi kamaytirishimiz, bunisi ikkinchi kamaytirishimiz va endi 2 ta naksiz ustuncha to'qiymiz. Endi 28-qatorimizda markerimizni qo'yamiz. 3 ta naksiz ustuncha to'qiymiz. 1, 2, mana 3 ta. Endi mana shu yerga 2 ta ko'paytirish qilamiz. Mana birinchi ko'paytirishimiz, bunisi ikkinchi ko'paytirishimiz. Endi 7 ta naksiz ustuncha to'qiymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mana 7 ta. Xo'p, endi 29-qatorimizda 14 ta naksiz ustuncha to'qiymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, mana 14 ta. Endi 30-qatorimizda 3 ta naksiz ustuncha 1, 2, 3. Endi 2 ta kamaytirish qilamiz. Bitta kamaytirish. Mana 2 ta kamaytirish. Endi 3 ta naksiz ustuncha 1, 2, 3 ta. Endi 2 ta ko'paytirish qilamiz. Mana bitta ko'paytirishimiz. Mana ikkinchi ko'paytirishimiz va 2 ta naksiz ustuncha to'qiymiz. Mana qatorimizda 14 ta naksiz ustuncha hosil bo'ldi. Endi qaranglar, ichini to'ldirayotganda mana shu shaklini chiqarib ketasizlar. Mana shu yeri tirsak qismi bo'ladi. Mana shunday qilib, mana shunday qilib shaklini chiqarib ketasizlar. Endi qaranglar, 31-qatorimizdan 44-qatorimizgacha hop 14 ta qator ko'paytirishsiz, kamaytirishsiz 14 ta naksiz ustuncha to'qib olamiz. Mana 14 ta qator to'qidim. Endi qaranglar, birlashtiruvchi ilmoq qilib ipimizni uzamiz. Mana ikkala qo'limiz deyarli bir xil.